yig'laganman-da, haqiqatan yig'laganman. Nimaga? Luiza hay shunaqa gaplarni aytganki, agarda degan, mani turmush o'rtog'im to'satdan kelib, men sen bilan boshqa hayotimni davom ettira olmayman deb mendan voz kechmaganda, men hozir degan eng og'ir tushkunlikda qolgan va kasallik, AIDS kasalliklarni davolagan psixologda, AIDS, VICH shularni davolagan. Невозможно. Aytgan, shu insonlarga men yordam beruvchi va hozirgi darajamga kelmagan va ko'p ilm oladigan inson bo'lib yetishmasdim. Oddiy bir qishloqni, oddiy kelini bo'lib umrim davomida qolib ketardim, o'tib ketardim degan. Va buning uchun o'sha turmush o'rtog'imga katta minnatdorchilik bildiraman degan. Hozir aytaman, men o'sha sobiq qaynonamga men katta minnatdorchiligimni bildiraman-da va turmush o'rtog'imga ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Nimaga? Bizni o'sishimizga va nimanidir tushunishimizga bizni yo'limizda har doim o'qituvchilar keladi.